Postimizda juma ma'ruzalarida qaysi mavzu haqida ko'proq suhbat bo'lishini xohlaysiz? Mana yoshlarimiz qanog'imizda ko'p ajrimlar ko'p bo'lib ketyapti. Shular to'g'risida ko'p ana gaplar bo'lsa, masalan shu yoshlarga shuni o'rgatsa, hop shularga ko'proq ma'ruza bo'lsa, masalan televizorda ham mana shuni tahlil qilish kerak. Ya'ni Ha. oilada ajrimni kamaytirish kerak. Mana ko'p yoshlarimiz buni yosh bolalarimiz masalan yetim bo'lib qolyapti. Ana shunga ko'p e'tibor qilishimiz kerak. Rahmat. Sizni fikringizcha qaysi mavzuda juma ma'ruzalarida suhbat qilish kerak? Assalomu alaykum. Mavzularda endi nima deymiz? Mana ota-onalar haqida va shu yoshlarga yaxshi nasihatlar beradigan jumaga kelgan nima uchun kelyapmiz? Mana shu sizlardan o'rganib, mana shu uyga borganda ham shu amallarimizni qilib, mana shu yaxshi nima qilishimizni ilgari ko'rsatamiz, nima qilamiz? Shuni Yoshlar tarbiyasi haqida. Keyingisi. Assalomu alaykum. Xo'p. Juma ma'ruzalarimizda qaysi mavzu haqida ko'proq suhbat bo'lishini xohlaysiz? Ko'proq sahobalar haqida suhbat bo'lishdi. Sahobalar haqida, islom. Ko'proq yoshlarga shu ilm berishdi, targ'ib qilishdi din bo'yicha. Ya'ni ilmlar borasida, yoshlarga targ'ibot borasida ma'ruzalarda. Assalomu alaykum. Juma ma'ruzalarimizda qaysi mavzularga qaysi mavzular haqida suhbatlar ko'proq bo'lishini xohlaysiz? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayotlari haqida bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'zim ham yaxshi ko'raman. Musulmon odam borki, menimcha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayoti befarq bo'lmasa kerak. Inshaalloh shu haqida mavzuda juda bir yaxshi ish bo'lgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ham savolimiz shu Payg'ambar alayhisalom, ya'ni juma ma'ruzalarida qaysi mavzu haqida gapirsa bugungi kunda o'z o'rnida bo'ladi? Qaysi mavzular muhim deb o'ylaysiz? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah robbil alamin. Juma kunlarida, juma namozlarida ma'ruzalar o'qilganda asosan namoz haqida ko'proq Namoz arkonlari haqida, tuzadigan ma'ruzalar bo'ladi. Chunki bu yerda jumaga kelgan katta kichiklarimiz o'sha juma ma'ruzasida eshitgan ma'ruzalardan uylariga borib, ko'cha ko'ylarda ahli qo'ni-qo'shnilariga targ'ibot qiladi. Namoz o'qish qandayligini, namozda xosiyatlari qandayligini, fazilatlari, namoz o'qimadan kam bo'lmasligini, yaxshi yo'lda ibodatdan qaytmasligini juda bo'ldi bo'lsin. Yo'q, olmay.